Agar to'xtovsiz shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta, fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang. Men 22 yoshimda kvartira ijaraga olganman. Arzon edi, lekin menga yoqdi. Birinchi marta yolg'iz yashayotgan edim, ammo biroz hayajonli edi. Bino 6 qavatli va 10 dan ortiq xonadon bor edi. Lekin g'alati tarzda doimo jimjit edi. Qo'shnilarimni juda ham kam ko'rardim. Ko'rganimda esa ular hatto menga qaramasdi. Ular xuddi men yo'qdek yonimdan o'tib ketishar edi. Nimadir g'alati tuyular edi. Bir kuni supermarketga ketayotib, yo'lakdagi eshiklardan birini ochiq ekanligini ko'rdim. Qiziqqanimdan sekin ichkariga mo'raladim. Katta guruh odamlar uzun stol atrofida ovqatlanayotgan edi. Ichkarida qorong'u edi, chiroqlar yo'q, tovushlar yo'q. Faqat idishlarning sekin taqillashi bor edi xolos. Har bir deraza esa qalin mato bilan yopilgan edi. Butun xona soyaga cho'mgandek ko'rinar edi. Ko'rganlarimni anglab ulgurmay, eshik yuzimga qarsillab yopildi. Qo'rqib ketdim, lekin shamol bo'lsa kerak deb o'zimni tinchlantirdim. Do'konga bordim, kerakli narsalarni sotib oldim va ortimga qaytdim. Mening qavatimdagi lift eshiklari sekin-asta ochilganida men qotib qoldim. To'g'ridan to'g'ri oldimda odamlar to'dasi turardi. Ularning yuzlari xuddi murdadek oppoq, ifodalari bo'm-bo'sh edi. Lekin ularning ko'zlari g'azablangan edi. Ular shunchaki menga tikilib turishardi, hech bir qimirlamasdi. Jimlik meni biroz qo'rqitdi. Keyin esa ulardan biri menga sekin yaqinlashib pichirladi. "Bizni taklif qiling." Uning ovozi insonnikiga o'xshamasdi, sovuq havo. Men asabiy tabassum bilan ularning orasidan o'tib ketdim. Shu payt qandaydir qo'lansa hid keldi. Nimadir chirigan narsa, qusib yuborishimga oz qoldi. Orqaga qaraganimda lift eshiklari yopildi va ular g'oyib bo'ldi. O'sha dahshatli hissiyot meni butun kecha tark etmadi. Bir necha kundan so'ng ishdan qaytayotganimda bino tagida politsiya xodimlarini ko'rdim. Tepaga chiqqanimda ofitserlar men mo'ralagan eshik qarshisida turishardi. Bir ofitser meni to'xtatib, menga nima bo'lganini tushuntirdi. U yerda yashagan odam haftalab ijara haqqini to'lamagan. Bino egasi esa eshikni taqillatishga harakat qildi, ammo u yerdan hech kim javob bermadi. Shunchaki juda ham dahshatli qo'lansa hid keldi. Eshikni sindirib ichkariga kirishganida eshik ostonasi tagida juda ham ko'p, bir kishiga ko'plik qiladigan poyabzallar topishdi. Ichkarida kiyimlar hamma joyga sochilib yotardi. Ko'ylaklar, shimlar, paltolar, go'yoki odamlar ularni ichidan shunchaki g'oyib bo'lganday joylashgan. Xonaning o'rtasida o'sha uzun stol bor edi. U ovqat bilan qoplangan edi. Chirigan inson tana a'zolari, tarelkalarda mog'or o'sgan, lekin birorta ham odam ko'rinmasdi. Devorda qizil yozuvlar bilan, ya'ni qon bilan taklifnoma uchun rahmat deb yozilgan edi. Xonani ijaraga olgan odam hech qayerdan topilmadi. Na ismini, na yuzini ham bilmas edim. Shuning uchun politsiyaga yordam bera olmadim. Lekin har safar o'sha kvartira eshigi oldidan o'tganimda hali ham o'ylayman. Qorong'u xonada ovqatlanayotgan odamlar kim edi? Kanalimizga obuna bo'ling. Bizda sizlar uchun dahshatli hikoyalar.